Yo'qshimizlar do'stlar, men sizlarning 100 tuvan qiziljan do'stinglar yondaman. Bugun sizlarga men ilgari so'zlagan Hindistonlik xosiyatli odam filmining davomini ilib keldim. Xosiyatli odam kirishning darajadan tashqari aqlliq totistirish, eskilarning qo'lidan qutulib qaytib kelgandan keyin o'g'li ham kelini bilan birga turibdi. Mana bu bugun yerim kechida hayron qolarliq kashfiyotni kashf qilib, oyajonlanib, o'zining jamat noposiga to'kib qo'shayotgan o'g'li kirishni o'yqitdi. Hey, bayam payzi shuni qo'y. Men sana alamat bir ishni ko'rsatib qo'yay. O'g'li bilan kelini amalsiz dadasining gapiga kirib, tajribaxonaga kirdi. Pah, dada, bunchalar motorning aynigini nereden topdingiz? Bolam, hayron qolmanglar. Mana bu mening yeng kashfiyotim. Bu aynaklar orqali nurni bir yerga yig'ib, yoshlik barni qaytadan urg'itib, so'lashgan, polashgan, har xil beshini ko'tara olmay yurgan narsalarni qaytadan jonlantirdi. Oy, dada, ma kashfiyot qiqas kechmi? Odamlarga foyda qiladimi? Men o'zim ishlatmayman. Bir og'inam so'rab baq degandi. Ozga qilib, mening qara. Darvaqa buningdan chiqqan nur bir beshini ko'tara olmay polishib qolgan bir o'simlikni qaytadan jonlantirdi. Lekin energiyaning bak kuchlik bo'lib ketganligi sababidan o'simlik kuyib kulga aylanib ketdi. Bolam, bunda afalla bunda bu ko'rilib turdi. Bayam gapingni qilgan og'inangni aklamsa yo sinab boqayli. Bo'ldi dada. U og'inamning yashg'unchi guli hamda ichilgan bo'ldi. Tirishning bu kashfiyoti vaqtincha mag'lub bo'ldi. Bir oylik kishilar birlikda ish qilmoqdi. Dadasi bilan xotini oldida o'tirib, kirish kayinda bayamqa og'inisini xiyol qilib o'tiradi. Dadasi bo'lsa, anda munda kelinchakka chaqchaq qilib qo'yadi. Mana hormoqqa intoyin baxtlik bir oylik ishlari mushunda inchki yerlariga salpal diqqat qilmay qolsa, bizning ba'zi bir qism salonchilarimiz salonda dalta qiyinoti bilan shosh kelin degan lavuz temilar bilan zaykanni bossangiz davom bor deb qo'yib azojg'at emasmi? Ammo bizning ponu salonimiz undoq ishlardan xoli, chunki biz naq molni chiqaramiz. Boshqa davlatlarning xosiyatli odamlari Giyisxonda muxbir bo'lib o'zining salohiyatini yo'shursa, Hindistonlik xosiyatli odam So'z saroyida bo'am bo'lib ishlayotdi. Ammo bu ishni tuzuk qamlashtira olmagan kirish xizmatidan bo'shtab o'tilgan edi. Chunki u xizmat vaqtida ortiq ishlarga aralashib, yer sharini qo'g'dayotdi. Xizmatidan arilib televizordan xizmat uchun ko'rayotgan kirish ma'lum bir aeroplanning choqining ichilmay xatar ichida qolganligini anglab qoladi. Bu xabarni anglagan kirish Newton bilan Galileyning qabrisini qattiq chiqqini dasib etib, soatiga 800 km bilan uchayotgan Boeing yo'lovchilar aeroplaniga o'zining ushshaq ta'tay putlari bilan yetishib olmoqchi bo'ladi. Darvaqa, qiyin ish yo'q olamda candan to'ygan odamga degandek, kirish sifatsiz yasalgan so'lyov gangjinglarning elastikligidan foydalanib, inersiya hosil qilib, aeroplanning oldi choqiga dangrat bo'lib, uzun yillik ko'tamgashlik tajribasi bilan aeroplanni tinish omon qo'ndirib oladi. Yana bir tarafda bo'lsa, kirishning dadasi Tirish bir Afrikada yuz bergan ma'lum bir kasalga oid ilmiy muhokama yig'inida qatnashib o'tadi. Bu chaqda dunyoga donglik yana bir olim Shet o'zining bu kasalni keltirib chiqargan Nambiya nomli virusni payqagan hamda uning amal qila olmayotganligini dunyoga chaqalaydi. Ishxonaga qaytish yo'lida doktor Shet bir telefon qabul qiladi. Telefonning u tarafidagi odam doktor Alaqsi bo'lib, intoyin Alaqzodi bilan gap qilyotdi. Doktor Shet, men qiqas bir xabar bor. Kasal to'g'riliq, shunga darhol ko'rishmasak bo'lmaydi. Doktor Shet Alaqzining yiniga kelib ko'rishini talab qildi. Doktor Shet o'zining ishxonasining eshigini yechib kirish bilan tang ishxonada xuddi to'ydan yangirim bilan qaytgan virusdek satang bir qiz bola o'ltiradi. Oy, sizma virus degan. Jiqinga, menga jiqinga. Bir jiqib etinga demdiki deb, uyning eshik derazini taqab, uydagilarga men xudima deb qo'yib, arjini taqab ovozini bo'sh qilib, endi ko'ray deb turishimga doktor Shet intoyin ig'ir besiqlik bilan, sizning bu yerda nima ishingiz bor? Nima satchilik bu? Akivaga nasingiz qarang. Yaqingiz do'stingizga tutchay deb qapti. Oh, Shet efendim, gapimni anglang. Anglasam sizni virusni yomon o'ltirdi deydi-ku. Men virus. Vaksinlarınız tayyor bormi ya? Doktor bu qizning bu qiliqlariga chidab tura olmay, bu qizni haydab chiqarib etmoqchi bo'ladi. Ey, mana jiq o'qivatsa mushta bo'ladi-da, qo'gaydanshin. Ammo bu qiz doktor Shetning gaplariga pisand qilmay, men sizga bak cho'qinaman. Meningmi sizdek tushlik bo'g'im botdi deb doktor Shetga o'zgarib oladi. Opla, bu zodi nima ish bo'lib ketdi? Doktor Shet, "Oh shit" debla, "Nima qilsangiz qiling" degandek o'ngtisiga tushdi. Bu chaqda Alaqsodlik bilan yetib keladi. Hamda doktor Shetning siyoqiga kirib olgan sirli qiz bolaga bu viruslarning amaliyotda cho'ng shirkat tarafidan yasalganligi hamda buni tarqitish orqali foydaga erishmoqchi bo'lgan ekanligini oshkorlaydi. Bu gaplarni anglagan sirli qiz o'zining qo'ymi yarashgan jo'ngfir chechi, har kishilar bo'lsa diqqatini yig'ib gap qilolmaydigan kiyimi bilan asli chiroyini oshkorlaydi. Hamda butun paketlarni qo'lga tushirib olgandan keyin doktor Alaqsini, "Ay,
ay, vegitman, ay, og'rib ketdi, Ay, u yerga etishmang og'rib ketdi deganiga unmay, uni chimdab, mo'jiqlab o'ltirib etadi. Bu qiz zodi kim? Amaliyotda bu qizning ismi Kaya bo'lib, bayam tilga olgan virus yasagan shirkatning xo'jayini tadqiq qilib yasab chiqqan bioximiyalik o'zgarishchan odam edi. Bunda qiqas qizlarni bir qo'lliq yasab, yenida ishiltiyotgan lobanni zodi qandaq odamki deb qiziqib ko'rsam, bu bechara. Hey, amaliyotda ishga bormaqidan boshqa badanning hech yeri ishlamaydigan Hindistonlik xo'ginis edi. Hey, bir kam dunyo bu. Ko'nilar taqdir sana bir ishkingni taqib olsa, bir derizingni ichib berdi degandi. Bu ahvoldan qaraganda taqdir bu bayqushning ish derizlarini qiqib, fangdomir bilan to'sab, orliqlarga shimishki deganni tiqib, jinkung bovjon qilib, havo o'tishimiga daqvatgan gap. Chunki buning niyati to'limi razil edi. U bir tarafdan virus yasab, vaksinni setib pul topsa, yana bir tarafdan Kayaga o'xshash bioximiyalik o'zgarishchan odamlarni yasab chiqyotdi. Bularning ichida har xil mungiza teshida bo'lgan 600 bolalar hamda hayt deb bo'g'ichi shamoldek gap bo'ladigan chayandek qizlar bor edi. Shirkat lobini kar ularga Jimiko'dan xizmat formasi tikib, bir-biridan shingan qilib, tirissini qilib, kallarga degan orzu istak degan nashi veyshangdek quyib, bekaga ishiltiyotgani xili bo'lgan edi. Mana bu chaqda bizning kirishish egiz binodagi simga esilib qolgan bir bolani shamoldek kelib qutqizib, osta opsining yiniga opirib qo'yamdiki desam, u kichik bolani texim egiz xatarlik yerga ochqib qo'ydi. Afkam, hamda bekorlik mulozimat shunchalik degina. Ammo yeymoqchiman, mushada tushmadiysan ukam, hamda bir qo'y to'ylaysan. O'zim apchi qo'ymayman bu yerda. Ukam jiqamas, bir qo'y, bir latte uni aziysan chiqdi degina. Bo'ldi aka, men bekorlik narsalar kuna qoptimanka. Keyin bekorlik vaqting bo'lib qolsa, o'zing tushirib qo'y aka. Darvaqa, Hindistonlik bu xosiyatli odam xizmatda sal davolg'ushga uchrayotgan edi. Dal bu paytda uning ayoli Periyodin kes soat 11:49da "Obraysini qiqas bir yerga, kuyman sendek aga" deb uchur keladi. Kirish belgilangan yerga, belgilangan vaqtda yetib kelib, amaliyotda bu ayol tarafidan kirishga o'rinlashtirilgan tug'ilgan kunlik so'rin ekanligini bilib, usulga nay bo'lib tushib ketadi. Music! Tug'ilgan kunim bo'pti, qiqas qizlar jam bo'pti, hatto xotinim mubokangu. Mag'uymisi payzikan, ag'uymisi qiqaskan, men undaq odam emasku. Qaçılıb alsam bu qizlarning undidarini, yalğız chaqda holidim mu xabar ag'li. Es qilib qoldim xotinimning set alfozini, amdilikla xitla qissay bo'ldi. Sen meningki haqiqiy jinim, ular dallab ketdi duxinim, yo'li cho'q deydi xotinsiz ketaverib, Zayma deydi Abdukerim, rim. Bu chaqda yana bir tarafda bo'lsa, dunyodagi eng ilg'or texnikaga erishgan Kar apandim o'zining qo'polmas bo'lib qolganligiga qayg'urib qon yig'layotdi. Shuning uchun u texmi ko'p mablag'ga erishib, o'zini davolash uchun butkul Hindistonga virus taqitib, vaksinni setib pul topmoqchi bo'ladi. Kar apandim o'zining qo'l ostidagi har xil g'alati maxluqlarni Hindistonning bulung pushqoqlariga avatib zahar tarqatdi. Bu chaqda kirishish homildor bo'lgan ayolni boshlab bozor aylang'och marjun yeyotdi. Karning qo'lliq xizmatchilaridan bo'lgan eg'iz mardi intoyin kamolatga yetgan tilvon o'z xizmatini tugitib, boshqalarning marjunsini bulab yeyotdi. Insoniyatning qo'g'dug'isi bo'lgan, haqqoniyatning himoyachisi bo'lgan qahramon kiris atdiganda yog'i zahar taqas kari yo'q, marjunni elib olganiga chidab o'ltira olmay, darhol xosiyatli odamga o'zgarib, marjun o'g'risini qo'g'lashga boshlaydi. Bechora marjun o'g'risi, aka unda qimma, men yemidim, ma tilimga qarab baqa, yo'qib biray qara, aqlimda ishnimi yo'q deb shuncha urib tillarini ko'rsatsimi, kirish buningga pisandmi qilmay, bu o'g'irni binodan binoga sakrab qo'g'lab, oxiri yana yuttirib qo'ydi. Bu chaqda shahar aholisi yozning issiqida marjunning yo'qligidan azoblanib, virusdan zaharlanib, kasalga giribdor bo'lgan edi. Xosiyatli odam kirish bir qitimda bunchalik ko'p aholini yordam qila olmaydiganligini his qilib, to'lim azoblanadi. Demak, buning momisining ayni vaqtda "Bolam, yeshoyanda o'qi, kelachiking parlaq" degani to'lim to'g'ri edi. Kirishish bu ishga kirishib qoladi. Dodisi tirish bo'lsa,
ajoyib tirishayotdi. Biroq hech qanday amal qila olmaydi. To'satdan dadisining kallasiga mundaq bir xiyol kelib qoldi. Balam, qanchalik tezlikda ucha olaysa deb qopsadi da. Soatiga 800 kilometr buzay xo'asha. Amisa, balam, dikini kitamdoq ya boshqa bir yerlarga. Dada chaqchaqimig'ida. Ya balam, chaqchaqib qo'ydim. Bizning oiladagilar hech nima bo'lmadi. Bizning qinimizda virus o'ttirdigan, virus qarshi turadigan ilmit bor o'xshaydi. Shuningdan to'g'ri yasab chiqayli. Shuning bilan ota-bola ikkisi o'ngishli holda zahar qaytirish to'g'risini yasab chiqib, qisqagina payt ichida barliq zaharlanuvchilarni qutuldirib qoladi. O'zining razil planining beshit bo'layotganligini ko'rgan kar qattiq terikib ketdi. Bu zadan nima shop ketdi. Zahar qaytirish to'g'risi faqat meningli qinimda batdi. Cho'qim biringlar oshkorlab etdinglar. Yo'q, kar apandim. Buni namsiz bir olim kashf qilib chiqibdi. Qandoq mumkin bo'lsin? Ajabo, bu dunyoda menga o'xshash gen tartibi bor odamdan yana birsi bormidi? Dadingiz yosh vaqtida tozim shash odam o'xshaydi, kar apandim. Dadisining qilmishlari karni yana bir qitim qon jig'ildi. Bu chaqda shahar maydonida hammaylam bu qitimliq virus qarshi turish urushini g'alabasini qutlayotdi. Aranglarda xosiyatli odam kirishni ko'rganlar bormi? Men tuniyman. Uni menla tuniyman. Men tuniyman chungda da. U menga buni sanglam sovuq qilma deb menga bergan bir quruq setib bergan dedi. Men tuniyman, menga bir quruq setib bergan. Menmi? Hey, menmi? Mana bas, gap sal jiqib ketib qoldi. Qo'llarimiz bu qachon kuyishib ketgandi. Mana bir pad usulga maramat. Xalq usulga tushib ketdi. Lekin bu vaqtda Qarlning razil kuchlari Tirishning ishxonasini vayron qilib etgan edi va oxiri qor qo'lni Tirishning oilasiga soldi. Kirish bu Shabijudek tili bor g'alati maxluqlar bilan qattiq so'qishib ketdi. Musha orliqda Kaya bo'lsa Kirishning niqob taqiliga qarab, siz cho'qim yandim bayandek shay bir bola. Men sizni bir habba qilib olaychi deb qilib zo'rlab ig'iz burun yalashmoqchi bo'ldi. Vijay. Ay qiz, karni qo'yib eting. Yomon bo'lsangiz, qig'iliqni menga qilib beqing. Mana, mush vaqtda Kirishning qilayotganlarini ko'rgan ma'lum bir to'rdosh gepi bo'lsa yiniga kelib demasdan, o'sha jiroqda ushshaq tillarni chiqarib, uni g'ajovat etdi. Bu diyansan. Kirish bo'lsa, bundaq tilim bor debla to'rda xohlagancha odam tillaydigan uzun tilliq maymoqlarga qattiq o'sh edi. Shunglashqa Kirish uning tilini sug'urib, uni tili bilan chigib qo'ydi. Doktorxonga borgandan keyin bayamqi jidalda ayolning zaxminlab homilasining tushib ketganligini anglagan Kirish qattiq azoblanib ketdi. Karning qo'l ostidagi o'zgarishchan qiz Kaya Kirishning ayolini baribir bofiyot ketgandi deb ayolni yengilab berish maqsadida ayolning siyoqiga o'zgarib oldi. Bu xosiyatli odamning ko'ngli hamma yomonlikni tuyoligini bilan, biroq ko'z oldidagi bu odamning amaliyotda o'z ayoli emas ekanligini toniy olmagan edi. Lekin yana bir jihatdan tonidimakmi deb o'ylayman-ku. Nimalar degan bilan iPhone'dan Samsung yaxshi, Arshow'dan Fanshing yaxshi emasmi? Amaliyotda Periya Karapandim tarafidan tutqun qilingan bo'lib, ona bola ishkaylan sog'-salomat edi. Bularning maqsadi Kayani Kirishning ayoli Periyaning siyoqiga kirgizish orqali bu virusning davosini kimning tepib chiqqanligini aniqlash edi. Lekin bu qiz shuncha tirishgan bo'lsa-mu, virusning qanday ijod qilinganligi to'g'riliq uchurga erishamaydi. Dada, dapiqni bu do'rini zada qanday yasadingiz? Bo'ldi, xotin kichik boldek so'raverma. Kashf qildi, cho'ngladek aramalaydi. Bechara Kaya yana valoqlay deb turishiga Kirish o'zining taniga davo rangi shifo bo'lgan Abbos bilan zuvonni tuvoqlab qo'ydi. Bu dori Kayaga shunchalik shifo qildiki, o'zini qaytadan hayotga erishgandek bo'ldi. Atsi Shangmouchungda Kaya o'zi bilmagan asosda bir xatarga uchragan bu vaqtni qutuldirib qoldi. Hamda kang xalq ommasining birdek maqtishiga sazovor bo'ldi. Bu asnoda Kaya qattiq hayajonlanib, o'zining kiyim shkafida yana 2-4 tal texmi tannoz o'chiqroq kiyim borligini his qilib, qaqasliqdan birini tepib Kirish bilan nay bo'lib to'piga milinib usulga tushdi. Aslida bu qiz Kirish bilan birga yashash jarayonida uning ko'yimchanligidan ta'sirlanib, uni yaxshi ko'rib qolgan edi. Biroq bu shirin kunlar uzunga bormaydi. Kar odam avatib Kirishning dadisi Tirishni bulab ketdi. Kirish o'zining aldanganligini, uydagi ayolning asli boshqa bir odam ekanligini his qilib qoldi. Hey, xumsi, endi his qilgan qiyofat kirvog'ini qaramani. Shikaydi yağ nima ish qilding ey, his qilmay. Men ostimda sog'an kirligim olmishib qolsa birdamda his qilib, shikaydi yağ hech nimani his qilmadim degina, lauza. Marjunni ivasa qo'y his qilsa, xotining olmishib qolsa his qilolmaysa degina. Endi bilmay qopdim davog'in. Hay bo'ldilar, o'zimiznikiga qaytib kelaylik.
ishlarning bayqilib qolganligini his qilgan Kaya, "Ayya, o'rmaya duybichi, men g'azab tovuqivatdim" deb turib, hamda kirishga dadisi bilan Periyaning tek salomat ekanligini, Karning ularni jilg'ida tajribaxonda tutqun qilib olganligini aytib, uni boshlab obormoqchi bo'ladi. Yana bir tarafda bo'lsa, Kar tirish bilan kirishib kelib, tarix batlarini varaqlab, asli o'zining tirishning genidan kolonlanganligini bayqab qoladi. Kolonlangan odam degan o'xshash bo'ladigan, bu ikkisining chiroyi osmon zamin farq qiladi. Ey, yana musha dadangni bir izlab baqsang bo'lamdiki, Kar. Haqiqiy ahvoldan xabar topgan Kar dadisini ko'rib qattiq hayajonlanib, "Dada, sen o'lta, men putunga put, qo'langa qo'l bo'lib xizmatingni qilay" deb dadisining julunni sug'urib, o'ziga ko'chirib, o'ngishli holda yer dastlab qopab ketadi. "Men qopdim, men oxiri qopdim. Odam bormi? Bugun kash ranglik so'rindan birini o'rlashtirib, virusda qizlardan be 10 chaqira. Ularga o'zim chimi suvdak tetib etaman." O'zining oxiri o'rtirib siyalaydiganligidan xo'shal bo'lib ketgan Kar mana bugun oxiri Kar kelgan edi. U xo'shalligida ishxondagi diballarni qumurib, Hindistonlik Kardan Temirxonga o'zgarib ketadi. Bir yerlarni qisib olganda qildimi nima? O'ziga Kayaning satqillik qilganligini bilgan Kar, Kayaning kokolisidan tutib yulib levetadi. Hamda bu qizni ishtirib, Kirishning qo'yniga yetib berdi. "Ha, Kirish, keldingmi? Davban xotin qanday bo'ladiki? Dadimizmi tayyor qoldi? Mirosni bo'lishib o'tamdiq. Yulunni men oldim. O'pkizasi basiraqlari sening bo'lsin." Bu haqoratga chidamagan Kirish ushqandek itilib berib, o'zining go'shtini bilan temir odamga shiltinglatadi. Kar bo'lsa uni tamg'a mixlab, xosiyatlik odamni xosiyatlik jasad qilib qo'ydi. O'g'li Kirishning shuncha tirishib o'lib ketganligini ko'rgan Tirishish, o'g'li Kirishni tirishib tirildirish uchun tirishib beqishga tirish nima degan chaqtir bu? Arxo. Arxo? Ha, bo'ldi. Bu chaqda Tirishning kallasiga o'zining ijod qilgan jonlantirish qalami esiga kelib, tabiatning nuridan foydalanib, kuchli energiyani o'zining maydasini o'tkazish orqali o'zini qurbon qilib Kirishni tirildirdi. Bu chaqda dunyodagi eng kuchli qudratga erishgan Kar shuncha qudrati bor turib, aldirmay o'zining razil maqsadini oshirmay, maydonning o'ttiriga chiqib, xalq bilan dantiyoq qilmoqchi bo'ladi. Bu yuzsiz, sen qo'lida to'möning sunuqi yo'q odamlar bilan so'qashmoqchimi? Shu emasmi? Qo'limda bir to'möning sunuqi bo'lgan bo'lsa, bir yeringga tiqib o'tatdim. To'g'ri deysiz afkam. Hamsi men sizlarga to'möning sunuqidan beray, ya. Oli afkam, ma to'möning sunuqini. To'satdan bu to'mölar osmonda to'xtab qoladi. Mana Hindistonning qutqazg'uvchisi, xosiyatlik odam Tirish o'g'li Kirish, erlar soat 6 da, ayollar soat 8 da vafot bo'lgan dadisini o'ngishlik uzitib qo'yib, bu maydonga oralla ulgurib yetib keldi. Mana bu qitim bu boshqacharoq keladigan o'xshaydi. Kirishish quyosh nurining yordami ostida texmi kuchlanib ketib, poli texmi zaysamay atadigan bo'lib ketdi. Ular ikkisi shunchalik so'qishib etadiki, Guangchangda tugaydigan jidalni butkul shaharga ochib, shaharni vayron qilib etdi. Oxirida Kirish kallasiga tuyuqsiz dadisining tabarruk qolgan paqiraydigan tansubisi esi kelib kelib, igiz ko'tarib qattiq to'laydi. "Menga kuch-quvvat ato qilg'ay! Ey! Mapshdimi o'lsin!" Bu chaqda Tirish o'g'li Kirish texmi xosiyatli odamga, Kar bo'lsa dunyodagi eng qohga emas bir dot axlatga o'zgardi. Shuning bilan Hindiston Tirishning Kirishning kirishi bilan yana bir qitim razillar qo'lidan qutulib qoldi. Amasa, vintilayla. Sizlarcha Tirish o'g'li Kirishning bu yangi tug'ilgan bolasiga nima deb ism qo'ysak bo'lar? Javobinglarni piyonichiga yozinglar. Sizlarni kutaman. Bye bye.